Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun birinchi turlik diabet kasali degan temada qisqacha birlikda so'zlab o'tmoqchi. Men buningdan burun mushu diabet to'g'risida bir necha leksiya so'zlab o'tgan. Buningda asosliqi diabet kasali to'g'risida umumiy tushuncha bergandan sirt mushu diabet kasalining davolash usullari to'g'risida ba'zi uchurlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tgan. Bugun asosliqi mushu birinchi turlik diabet kasaliniki qandaq bir kasal ekanligi to'g'risida nuqtaliq to'xtalaman. Tövəndə diqqətinizlər mushu leksiyaning təfsilatida bo'lsin. Birinchi turlik diabet kasali ost xarakterlik o'ziga qarshi immunit kasali bo'lib, badanning immunit sistemasi oshqozon osti bizning insulin ishlab chiqarg'uvchi hujayrasini vayron qilganlikdan insulin ishlab chiqarish to'sqinlikqa uchrash sababidan kelib chiqadi. Birinchi turlik diabet kasaliga giribtor bo'lganlarning badanida ishlab chiqargan insulin miqdori tuvan yoki kam bo'lg'achqa badandagi shakar moddasi parchalanib, muskul qatorliq a'zolar tarafidan ishlatilishi to'solg'uga uchraydi va qondagi shakar moddasi yuqorilab ketadi. Natijada bemor horg'inlik his qiladi va ba'zi agashma kasalliklar kelib chiqadi. Birinchi turlik diabet kasali kichik bolalarda ko'p uchraydigan va badanda ishlab chiqargan insulin miqdori tuvan yoki kam bo'lg'achqa badan sirtidan erishgan insulinga tayinadigan bo'lg'achqa bolalar diabet kasali yoki insulinga tayinadigan diabet kasali deb ataladi. Ya'ni bu xildagi diabet kasali ko'pincha hollarda bolalarda ko'p ko'rildi. Hem shundaqla uni davolashda butunlay insulinga tayinadi. Shu sababdan bu kasal birinchi turlik diabet kasalidan boshqa yana bolalar diabet kasali yoki insulinga tayinadigan diabet kasali deb ataladi. Odatda biz iste'mol qilgan yemaklik oshqozon va uchayda hazm bo'lib, qon aylanish orqali jigarga bordi va u yerda parchalanib shakarga yoki glukozaga aylanadi. Ondan keyin shakar yoki glukoza yana qon aylanish sistemasiga kirdi. Shuning bilan qondagi shakar yoki glukozning miqdori oshadi. Qondagi shakar yoki glukoza miqdorining ishib berishiga ergishib, oshqozon osti bezidagi beta hujayrasi deb ataladigan alayda hujayralar yetarlik miqdorda insulin ajratib chiqarishga boshlaydi. Qondagi shakar yoki glukoza insulin tarafidan hujayralar qabul qilgudek darajada parchalanadi va hujayra ichiga kirib badanni harakat qilishga ehtiyojli bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. Bu rasmda ko'rayotganinglar shu oshqozon osti bezi va oral hujayrasi bo'lib, bu shu diabet kasalininki paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydigan insulin moddasini ishlab chiqaradigan organ, ya'ni oshqozon osti bezininki qurilmasi bo'lib, bu shu badanimizda insulinning ishlab chiqarishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir a'zo. Agarda shu oshqozon osti bezida masala ko'rilgan vaqtida bo'libmi bak uningki insulin ishlab chiqarishi to'solg'uga uchirgan vaqtida bizda shu diabet kasali paydo bo'ldi. Ya'ni badanda yetarlik ishlab chiqarilmagan bu insulin sababidan badandagi shakar parchalanib badan tarafidan qo'llanilmaydi. Natijada qondagi shakar moddasi ishib ketadi. Bu shu bizningki diabet kasaliga giribtor bo'lish jarayonida muhim rol o'ynaydigan
insulin moddasini ishlab chiqaradigan oshqozon osti bezi va uning qurilmasi. Undaqda qandaq omillar oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishga ziyonliq yoki qandaq omillar oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishni to'sib qo'ydi degan vaqtida metabolizm omili, ba'zi dorilar, ichki va tashqi muhit qatorliq ba'zi omillar oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqarg'uvchi beta hujayrasini zaxmi qilib, oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ta'sir yetkazdi. Masalan, metabolizm omili degan vaqtida qondagi shakar yoki glukozning ziyoda yuqori bo'lishi, bo'libmi qondagi shakar moddasining uzun muddat ziyoda yuqori bo'lishi, ziyoda ko'p shakar va may iste'mol qilish, oksidlanish, erkin may kislotasi. Bularning hammasi oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishga ziyonli omillar bo'lib, bu xil omillar ko'p ko'riladigan kishilarniki shakar kasalligiga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Uningdan boshqa ba'zi dorilar, masalan, bakteriyaga qarshi dori, pentamin va xomushlik kasalini davolashda ishlatilgan ba'zi dorilarningmi oshqozon osti bezini zaxmi qilib, oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ta'sir yetkazadi. Shunglashqa bu diabet kasalligidan saqlanish uchun bu oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishiga ziyonli omillardan yiroq turishimizga to'g'ri keldi. Birinci türlük diyabet kasalligining kasallik alomatlari. Bu birinci türlük diyabet kasalligining kasallik alomatlari odatda cho'nglarda bo'ladigan diyabet kasalligining alomatlaridan ko'p farqlanmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, men bu yerda bu kasallik alomatlarininki bir qismini alohida ta'kidlab o'tmoqchi. Birinchisi doim usash, ig'izi qurish. Ikkinchisi ko'p siyish, doim o'burniga birish. Uchinchisi ziyoda ochliq tuyg'usi, doim qo'saq ichish. To'rtinchisi sababi aniq bo'lmagan o'riqlash. Beshinchisi ko'zi g'uvalishish. Oltinchisi kayfiyati o'zgarish, oson ochiqlanish. Yettinchisi harg'inlik his qilish. Birinci türlük diyabet kasalligining ergashma kasalliklari, ya'ni birinchi bu bolalar birinchi türlük diyabet kasalligiga giribtor bo'lgan vaqtida va uni yaxshi kontrol qilmagan vaqtida nima oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi yurak qon tomir kasalliklari, ikkinchisi nerv zaxmlanish, nerv kasalliklari, uchinchisi böbrek zaxmlanish, böbrek kasalliklari, to'rtinchisi ko'z zaxmlanish, ko'rish to'r pardasi zaxmlanish yoki ko'zningki ko'rish quvvati ozlab ketish. Beshinchisi put zaxmlanish. Oltinchisi teri yallig'i yoki teri zaxmlanish. Yettinchisi anglash iqtidori ojizlash. Sakkizinchisi tushkunlashish. Mana bular uzun muddat davom qilgan osti xarakterlik diyabet kasali yoki yaxshi kontrol qilinmagan diyabet kasalida kelib chiqadigan yomon oqibatlar va yoki ergashma kasalliklar. Undaqda bu birinchi türlük diyabet kasalligiga diagnoz qo'yishda biz qandaq tekshirishlarni ilib berishimizga to'g'ri keldi yoki birinchi türlük diyabet kasalligiga qandaq diagnoz qo'yildi degan vaqtida bu diagnoz qo'yish jarayonidagi usullar asosan odatdagi diyabet kasali, ya'ni cho'nglarda bo'ladigan diyabet kasali yoki ikkinchi türlük diyabet kasalidan alohida farqlanmaydi. Uningki birinchisi shu shakarlashgan qizil qon hujayra oqsilini tekshirish, ya'ni A1C degan shu moddani tekshirish hozir shu diyabet kasaliga diagnoz qo'yishda biroz ishonchli bo'lgan tekshirish deb qaraldi. Ikkinchisi och qo'saq qondagi shakarni tekshirish, uchinchisi tomoqdan keyingi shakarni tekshirish, to'rtinchisi qondagi insulin miqdorini tekshirish. Ya'ni bu to'rtinchisi bu birinchi türlük diyabet kasalligiga diagnoz qo'yishda eng muhim bo'lib, uning sababi
bu qandagi insulin miqdori odatda ikkinchi turlik, ya'ni cho'nglarda bo'ladigan diabet kasalida e, bek normal, binormal chiqmaydi, ya'ni kam yoki tuvan bo'lmaydi. Ammo birinchi turlik diabet kasaliga e, giribdor bo'lgan bolalarda bu qandagi insulin miqdori tuvan yoki kam bo'ladi. Bu shu birinchi turlik diabet kasalligi diagnoz qo'yishda alohida muhim bo'lgan bir tekshirish. Bundan boshqa yuqorida men deb o'tgan shakarlashgan qizil qon hujayra oqsili, ya'ni A1C deganlar oshqo'soq qondagi shakar, tomoqdan keyin qondagi shakarlar, bularning hammasi shu diabet kasalligi, mayli u birinchi turlik bo'lamdi yoki ikkinchi turlik bo'lamdi, diabet kasalligiga diagnoz qo'yishda muhim hisoblangan tekshirishlar. Undaqda qandagi shakar moddasi qandaq bo'lsa yoki qanchalik bo'lsa normal bo'ldi, qanchalikdan eshib ketsa diabet kasali bo'ldi degan vaqtida bu jihatda men burunqi leksiyalarimda ham diabet kasali to'g'risida tushuncha bergan vaqtimda deb o'tgan. Odatda bu qandagi shakarninki normal qimmati oshqo'soqda 100 dan tuvan, bu yerda 108 deb optimal, odatda biz shu butun son qilib, lekin 100 dan tuvan deymiz. Uninki birligiga qarab biroz farqli bo'ladi. Ya'ni ba'zi davlatda millimol degan birlikni ishlatsa, ya'ni ba'zi davlatda milligram degan birlikni ishlatishi mumkin. Agar milligram degan birlikni ishlatgan vaqtida, ya'ni oshqo'soqdagi shakarning miqdori 100 milligram, ya'ni har 100 millilitr yoki litrda 100 milligramdan tuvan bo'lishi yoki bo'lmasa 1 litrda 6 1 millimoldan tuvan bo'lishi. Anadan keyin tomoqdan keyingi 2 soat ichidagi shakar, qondagi shakarning miqdori 7-8 millimoldan tuvan yoki 140 milligramdan tuvan bo'lishi. Bu shu normal hisoblanadigan shakardagi qonning miqdori. Ba'zilar albatta bu 2 soat, tomoqdan keyingi 2 soatdagi qandagi shakarniki miqdorini 130 deb oldiganlar bor. Bu cho'ng masala emas. Ondan keyin shu diabet kasalligininki oldingi mezgili yoki yoshirin mezgili degan vaqtida oshqo'soq qondagi shakarning miqdori 6 birdan 6-9 atrofida yoki 108 dan 125 orasida bo'lsa, diabet kasalining oldingi mezgili yoki yoshirin mezgil deb hisoblanadi. Tomoqdan keyingi 2 soat ichidagi qondagi shakarning miqdori 7-8 dan 11 millimol orasida bo'lsa, yoki bo'lmasa 140 dan 199, ya'ni 2 yilgacha bo'lgan oraliqda bo'lib qolsa-mu, diabet kasalligininki oldingi mezgil yoki yoshirin mezgili hisoblanadi. Anadan keyin har zaman qanday vaqtida tekshirilgan qondagi shakarning miqdori 11 millimol yoki 200 ni ishib ketgan vaqtida yoki oshqo'soq 7 millimol, anadan keyin 126 millimol, odatda 130 deb oldi ko'pincha ahvolda. Shundan yuqori bo'lgan vaqtida diabet kasalligi diagnoz qo'yg'ili bo'ldiganligi ma'lum. Undan boshqa men yuqorida deb o'tgandek A1C bu odatda 3 oylik o'rtacha shu qandagi shakarning miqdoriga vakillik qiladigan tekshirish bo'lib, hozir bu tekshirishni texmo ishonchli deb qaramoqda. Bularning hammasi faqatla bir foydalanish qimmati bo'lib, o'xshamagan doktorxonalarniki bu o'lchamlari biroz farqlanishi mumkin. Ammo umuman qilib aytgan vaqtida shu qondagi shakarning miqdori 200 milligram yoki 11 millimoldan ishib ketsa, ya'ni bir necha qitimliq tekshirishda o'xshashla shu miqdorni ishib ketsa, diabet kasali deb diagnoz qo'yish mumkin. Undaqda bu birinchi turlik diabet kasalini bir taraf qilish
davolamoqda va davolashda nimalarga diqqat qilish kerak yoki qandaq davolag'ili bo'ldi degan vaqtida birinchisi sog'lom oziqlanish, badan chiniqtirishni izchil davom qilish, badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish. Bu nihoyatda muhim. Yolg'iz birinchi turlik diabet kasali yoki ikkinchi turlik diabet kasaliga emas, nurg'un kasalliklarga nisbatan bu nihoyatda muhim. Shunglashqimi men har qitimlik leksiyada buni alohida ta'kidlab kelyapman. Ikkinchisi, agar badanda insulin tamoman kam bo'lsa, insulinni to'liqlash orqali davolash. Bu birinchi turlik diabet kasalini davolashda bek muhim. Yemeklikdan farz tutgan vaqtida agar o'sib yetilayotgan bolalar yetarlik oziqlikqa erishamasa, bolalarning o'sib yetilishi ta'sirga uchraydi. Chunki bu birinchi turlik diabet kasalligining asosli aloyligi badanni energiya bilan ta'minlaydigan shakarni unumlik ishiltanmasligi, unumlik qo'llanmasligi sababidan bu qondagi shakar yuqorilab ketgan bo'lg'achqa biz uni shakarni parchalab badanning energiya ehtiyojini qondirishga yordam beradigan insulin ishlatishning o'rniga yemaklikdan alohida farz tutib yemaklikni cheklaganimizda o'sib yetilayotgan bolalarning o'sib yetilishi ta'sirga uchrashi mumkin. Shunglashqa bu yerda agar boshqa unumlik davolash usuli bo'lmagan vaqtida cho'qim insulinni ishiltish, anandan keyin oziqlikda amal bor bolalarning o'sib yetilishiga ta'sir yetmagan darajada sog'lom oziqlantirish bo'libmi bak yetarlik oqsillarni berish, ya'ni go'shtlarni iste'mol qilish bu shu bolalarning o'sib yetishida nihoyatda muhim. Üçüncüsü aşqazon osti bezni almashtirish, operatsiya qilib davolash. Bu biroz cho'ng tipdagi, ya'ni murakkab bir operatsiya bo'lib, bu udil kelgan hamma bemorlarga bu xil usul qo'llanmasligi mumkin, ammo zo'r bo'lgan vaqtida oshqozon osti bezni almashtirib operatsiya qilib davolashmi bu birinchi turlik diabet kasalini davolashdagi bir tanlash deb qaralmoqda. To'rtinchisi bu oshqozon osti bezni almashtirish qaragan vaqtida biroz oddiy bo'lgan ham hozir eng unumli deb qaralayotgan davolash insulin ishlab chiqaradigan oral hujayrasi yoki beta hujayrasini almashtirish orqali davolash. Bu davolash hozircha tadqiqot bosqichida bo'lib, umumyuzlik insonlarda qo'llanilg'ili yo'q, ammo men ishonamanki, yaqin kelgusida bu xil davolash diabet kasalini davolashdagi unumli bir davolash bo'lg'isi. Bugungi bu birinchi turlik diabet kasali to'g'risidagi leksiyani misha oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men yuqorida o'tganidek bu kasal asosli kichik bolalarda ko'p uchraydigan bo'lg'achqa bu leksiyaning maqsadi asosli maqsad shu ota-onalarga bu haqda tushuncha berish, ota-onalar bu haqda yetarli tushunchaga erishgan vaqtida anandan keyin ularniki bolalarining davolashi to'g'ri bo'ladi va bolalarniki o'sib yetilishi ta'sirga uchramaydi. Oxirida hammamizning tiniga salomatlik tilayman. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.